O'zbekistonlik tadbirkor Sanjar Umarov 2005-yilda moliyaviy jinoyatlarda aybdor topilib, 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2009-yilda G'arb bosimi ostida ozod etilganidan beri Amerikada yashaydi. Noyabrda Washington Post gazetasida chiqqan maqolasida Sanjar Umarov o'tmishda Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Tramp ma'muriyatini O'zbekistonga nisbatan faol siyosat olib borishga undaydi. Hozir xorijiy banklarda AQSh talabi bilan 850 million dollarga teng mablag' muzlatilgan. Bu marhum prezident Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimovaga G'arb mobil kompaniyalari tomonidan O'zbekistonda ishlash uchun berilgan pora, deydi tergovchilar. Sanjar Umarov fikricha, AQSh bu pulni O'zbekistonga qaytarishga shoshmasligi kerak. Umarov bilan Skype orqali bog'landik. Sanjar aka, mana o'sha maqolada siz O'zbekistonda inson huquqlarini yaxshilash uchun, demokratik islohotlarga undash uchun AQShdan, xususan AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trampdan yordam so'ragansiz, ya'ni O'zbekistonga bosim qo'ysin degansiz. Lekin Amerikaning o'zida hozir Trampga qarshi noroziliklar kuchayyapti. Amerikaliklarning o'zi Tramp inson huquqlarini buzayapti, fuqarolar huquqlarini buzayapti deb uni ayblayapti. Bundan tashqari bilasiz, Tramp Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash, Eron va Xitoyga qattiqroq bosim qo'yish va terrorizmga qarshi kurashni asosiy maqsad qilib qo'ygan. Ya'ni ana shu maqsadlar ichida Tramp O'zbekiston bilan shug'ullanish uchun vaqti yoki xohishi bo'ladi deb o'ylaysizmi? Endi bu o'zi maqolada shunaqa bir nomi berilgan balkim, lekin aslida biz AQShning Adliya vazirligiga murojaat qilamiz va AQShning Adliya vazirligi shu ish bilan shug'ullanyapti. Shuning uchun shu orqali qanaqadir tavsiyalar, bizning tavsiyalar inobatga olinishini istaymiz. Endi janob Trampga keladigan bo'lsak, endi bilamiz, yaqinda prezident almashdi, yangi ma'muriyat Washingtonda sizlarga yaqin ular va boshida albatta hozir qanaqadir barqarorsizlik bo'lishi mumkin boshida. Lekin menimcha ozgina vaqt o'tib bu masala yechiladi va atrofdagi bir nechta odamlar o'zgaradi va qanaqadir muvozanatga erishiladi. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, AQSh va O'zbekiston orasidagi siyosat nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, to'g'ri, albatta hozir AQSh va Trampning administratsiyasi ma'muriyati oldida dolzarb masala turibdi. Va O'zbekiston buni qatorida emas, O'zbekiston bilan aloqalar. Balkim bir necha oydan keyin O'zbekistonga yana ham keladi. Lekin hozircha ozgina vaqt bor, bir necha oy O'zbekiston hukumatida va O'zbekiston hukumati agarda shundan foydalanib to'g'ri qadamlar qo'ysa, unda yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. Mana oxirgi oylardagi siyosiy jarayonlarga qanday qaraysiz, qanday baholaysiz ularni? O'zbekiston yangi rahbariyatni o'zgartirish niyati bor hozirgi sharoitda. Endi bu narsa amalga oshadimi, yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Bu narsa amalga oshish uchun to'g'ri qadamlar qo'yish kerak. Agarda to'g'ri qadamlar qo'yilsa, unda yo'l shu taraqqiyotga erishish yo'li osonroq va kichikroq bo'ladi, tezroq erishiladi taraqqiyotga. Agarda noto'g'ri qadamlar qo'yilsa yoki aytaylik sharoit o'zgarsa, O'zbekiston atrofidagi sharoit shu endi buni endi Afg'onistonga nazarga olamiz endi. Bu yerdan bosim keladigan bo'lsa, unda O'zbekistondagi vaziyat va atrofdagi vaziyat keskin yomonlashishi mumkin.
Sanjar aka, bu o'zgarishlar ortidan yaqin kelajakda o'zingizda O'zbekistonga borish niyati bormi? Man aytgandim, ziyoratga borib kelish niyat bor. Ular meni yaxshi biladi va katta ma'lumotga egaman to'g'rimda. Va so'rasin kimligimni, agarda va qanaqa imkoniyat borligi bizada. Qanaqadir aloqalar o'rnatishmoqchi bo'lishsa, unda bemalol kelishsin, vakilini yuborsin, gaplashamiz. Sanjar Umarov bilan suhbatimizni to'liq holda istagan payt saytimiz, YouTube kanalimiz, shuningdek Facebook va Odnoklassniki orqali ham tomosha qilishingiz mumkin. Washington choyxonasi nomli haftalik ruknimizni tomosha qilib boring.